Ikkinchi variant 42 savol. Juhol o'simligining gullarining erta ochilishi katta, kech ochilishi kichkina A bo'ladi. Barglarining to'q yashil bo'lishi dominant B, och yashil bo'lishi esa ressiv B bo'ladi. Donning qizg'ish bo'lishi dominant D, sarg'ish bo'lishi kichkina D bo'ladi. Bizda aytilgan trigomozigotik gullar o'zaro chatishtiriladi degan. Ya'ni tahlil chat keyin esa trigotrizigota chiqadi. Trigotrizigotamizni topib olishimiz kerak. Biz uncha murakkab qilmasdan, masalan, shartga qarab ketamiz. Jadvalda birinchi eng ko'pini topib olamiz. Eng ko'pi gullari erta ochiluvchi och yashil qizg'ish donda 2950 ta, kech ochiladigan to'q yashil sarg'ish rang esa 2970 ta. Eng ko'pi krassingover bo'ladi. Eng kamini topib olamiz. Krassingover erta ochiladi, to'q yashil. Qizg'ish kech ochiladi, och yashil sarg'ishlarni yozib oldik. 48 ga 32 ekan. Endi qaraymiz. A bilan A o'xshash, bitta o'xshash. D bilan D o'xshash. Ikkita o'xshash bo'ldi. B'lar farq bo'lyapti. Demak, shunday qiladigan bo'lsak, ikkita o'xshash ekan, bitta farq ekan. Farqlar soni bu krassingover uchragan bo'ladi. Eng kami krassingover uchragan. Agar ikkita farq bitta o'xshash bo'lganda ham o'xshashlar soni kam bo'ladi. Soni kami o'rtaga yoziladi, ya'ni krassingover uchragan bo'ladi. Demak, krassingover doim qo'sh krassingover o'rtada joylashgan bo'ladi. Ota-onani topib oldik. Shundan 8 ta organizm chiqadi. Birinchisidan oldik. Katta, kichik B, katta D, kichiga, katta D, kichik D. Bular krassingover bo'ladi. Birinchi qiladigan ishimiz endi A ni almashtiramiz. Kattaning joyi kichik A bo'ladi. Kichik A, kichik B, katta D. Katta A, katta B, kichik D bo'ladi. Bu A bilan B orasida yakka krassingover bo'ladi. Ikkinchisi esa D ni almashtiramiz. Qo'sh krassingover esa oxirida almashadi. Katta A, kichik B, katta D bo'lishi kerak. Bu yerda almashtirgandan keyin kichkina D bo'lib qoladi. Kichkina katta B, kichkina D bo'lishi kerak. D almashgandan keyin katta D bo'lib qoladi. Bu B bilan D orasidagi yakka krassingover bo'ladi. Qo'sh krassingover o'rtada almashadi. Katta A, katta B, katta D bo'ladi. Kichik A, kichik B, kichik D. Demak, sonlarni qo'yib chiqdik. Jami organizm 8000 ta ekan. Qo'sh krassingover topib olamiz desak, bu qo'sh krassingover 80 edi. 8000 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsak 1% qo'sh krassingover ekan. B bilan D orasidagi yakka krassingover topish uchun 880 ni umumiy 8000 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsak 11% yakka krassingover bo'ladi. A bilan B orasidagi yakka krassingover 1120 ni 8000 ga bo'lib 100 ga ko'paytirsak 14% bu yakka krassingover bo'ladi. Yakka krassingoverga qo'sh krassingover qo'ysak masofa kelib chiqadi. 14 ga 1 ni qo'ysak 15. Bu A bilan B orasidagi masofa 15 morganida ekan. 11 ga 1 ni qo'ysak 12 morganida, bu B bilan D orasidagi masofa bo'ladi. A da aytilyapti, krassingover foiz, umumiy krassingoverlar 14% edi, 11% edi, 1% edi. Qo'shsak 26% bo'ladi. Bu krassingoverlar foiz A ga javob. B ga nazariy qo'sh krassingover topishimiz kerak. Nazariy qo'sh krassingover topishimiz uchun birinchi masofa bilan ikkinchi masofani ko'paytirib 100 ga bo'lishimiz kerak. Birinchi masofa 15, ikkinchi masofa 12. Ikkalasini ko'paytirib 100 ga bo'ladigan bo'lsak 1.8 chiqadi. Bu nazariy qo'sh krassingover bo'ladi. C-siga koinsidensiyani topish uchun amaliy qo'sh krassingover, ya'ni 1 ni nazariy qo'sh krassingover 1.8 ga bo'lsak koinsidensiya kelib chiqadi. 1 da 1.8 ga bo'lsak 0.55 ekan. D ga interferensiyani so'ragan. Interferensiya plus koinsidensiya 1 ni beradigan bo'lsa 1 dan koinsidensiya aniq edi 0.55. 0.55 da ayirsak 0.45 qoladi. Bu interferensiyani koeffitsiyenti hisoblanadi.